kitob olib keldim. Yana kitob olib keldingizmi? O'g'lim kitob olib keldim. Internetdan bo'lar bo'lmas narsalarni ko'rguncha kitob o'qi o'g'lim. Oy, meni ishlarimga aralashmang. Chiqib keting xonamdan. O'g'lim, kitobingni o'qi. Oyi, iltimos xonamdan chiqib keting. Iltimos chiqib keting. Oyi, chiqing. Xonadoningizda keksa odam bormi? Baxtli ekansiz. Dunyo tashvishlaridan to'yib ketsangiz, shularni ziyorat qiling. Hayot abadiy emasligini o'ylab taskin topasiz. Xonadoningizda go'dak bormi? Siz ham baxtli ekansiz. Dunyo tashvishlaridan to'yib ketsangiz, go'dakni bag'ringizga bosing. Hayot abadiy ekanini o'ylab taskin topasiz. O'tmishingni aslo unutma. Sen ajdodlaringni qanchalik ardoqlasang, avlodlaring ham seni shunchalik qadrlaydi. Tush ko'rsam, onam chiroq ko'tarib yurganmish. Ko'zingga qara bolam, chuqur bor dermishni qo'l. Qarasam chuqur yo'q. Uyg'onsam onam ham yo'q. Ba'zan uyga kech qaytardim. Yarim kechagacha yuramanmi? Tonggatar qaytamanmi? Onamning chirog'i muttasil lipillab turishiga xo'p ko'nikkan ekanman. Qaysi kuni yarim kechada uyga qaytsam, hamma yoq qop-qorong'u. Hamma o'z oromi bilan. Tushimda onam chiroq ko'tarib yurganmish. Men osmondan yulduzimni tanladim. Qarang, oyi, 7 og'ayni orasidagi eng yorug' yulduz meniki. Mayli bola. O'sha yulduz seniki. Anu 4-si meniki. Nega oyi? 4-yulduz eng kichkina yulduz-ku. Shuning uchun ham menikida. 4-yulduz 7-yulduz. Ko'rdingmi? Kichkina bo'lib yaxshi o'smay qolgan. Yetimlarga rahim qilish kerak.